Elektr energiyasi bugungi taraqqiyotning eng muhim omillaridan biri. Aholi soni, tadbirkorlik subyektlari va ishlab chiqarish quvvatlari ortib borayotgan bir sharoitda elektr ta'minotining barqarorligi nafaqat kundalik hayot, balki hudud iqtisodiy taraqqiyoti uchun ham strategik ahamiyat kasb etadi. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida barpo etilgan 200-110 kilovoltli Saroy podstansiyasi ana shunday ehtiyojdan kelib chiqib, hudud energetika tizimining imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Zamonaviy ishlab chiqarish, yangi korxona va tadbirkorlik subyektlari uchun eng muhim talablardan biri ishonchli elektr ta'minoti. Quvvatga bo'lgan ehtiyoj ortgan sari mavjud energetik infratuzilmasini yangilash va qo'shimcha quvvat manbalarini yaratish zarurati ham oshib boradi. Saroy podstansiyasi aynan shu maqsadda barpo etilgan yirik energetika obyektlaridan biri. Bu podstansiyamizni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qaroriga asosan bu podstansiyamiz loyihalashtirilgan. Bu umumiy summasi 253 milliardlik bo'lib, hozirgi kunda podstansiyamiz to'liq quvvatga ishlaydi. 200 megawatt amperlik quvvatga ega bo'lgan ikkita transformatorimiz o'rnatilgan. Undan tashqari 14 kilometr 220 kilovoltli tarmoq qurilgan. 1,2 kilometr 110 kilovoltli tarmoq qurilib, mana Sharxon xalqimizga sifatli elektr bilan ta'minlayapmiz. Nafaqat bu Sharxon, Baliqchi tumani, Oltinko'l, Ulug'nor, Bo'ston tumanlariga ham yetkazib beryapmiz. Loyiha doirasida har biri 125 megavolt amper quvvatga ega avtotransformatorlar, 110 va 220 kilovoltli taqsimlash qurilmalari, boshqaruv hamda yordamchi infratuzilmalar barpo etilgan. Muhimi, mazkur obyekt bugun faqat istiqboldagi reja emas, Saroy podstansiyasi 2025-yilda to'liq ishga tushirilgan va ayni paytda o'z quvvatida faoliyat yuritmoqda. Oxirgi yillarda prezidentimiz tashabbuslari bilan Shahrixon tumani Qashqar mahalla fuqarolar yig'iniga juda katta elektr podstansiyasi qurildi. Bu qurilish natijasida aholimiz, butun Shahrixon aholisi qolaversa, qo'shni tumanlarimizda ham elektr muammolari hal etildi. Oldinlari shu elektr cheklovlari ko'p bo'lardi, 5 soatlab, 6 soatlab. Hozir mana 2025-26 yillarda bu tushgan podstansiya orqali mana elektr uzilishlar bo'lmadi. Odamlar xursand, tadbirkorlar, hunarmandlar hammalari mana ishlarini yaxshi olib boryapti. Eng muhimi, yaratilgan yangi energetik infratuzilma 228 mingdan ziyod xonadon, 6200 dan ortiq tadbirkorlik subyekti hamda ijtimoiy soha obyektlarining elektr ta'minotini mustahkamlash imkonini berdi. Bu esa podstansiyaning ahamiyati faqat elektr energiyasini uzatish bilan cheklanmasligini ko'rsatadi. Energetik quvvat yangi ishlab chiqarish uchun imkoniyat, yangi ishlab chiqarish esa yangi ish o'rinlari, qo'shimcha investitsiya va iqtisodiy faollik demakdir. Shu nuqtai nazardan qaraganda Saroy podstansiyasining 2025-yilda ishga tushirilishi nafaqat bugungi ehtiyojni qoplash, balki hududning kelgusi iqtisodiy o'sishi uchun energetik zamin yaratishga qaratilgan muhim qadamdir.